qabrga ko'milguningizcha endi yolg'izsiz. Ana endi barzax hayoti boshlanmoqda. Barzax hayoti alohida bir olam. Hozirgi hayot va keyingi hayot o'rtasidagi dunyo, uning boshlanishi o'lib, yakuni esa qayta tirilish, xuddi oxirat kunidan avvalgi kutish zalidek. Garchi inson suvga cho'kib yo'q bo'lib ketsa ham, yoki kul bo'lib kulini shamol uchirib ketsa ham, ruh qanday yaratilgan bo'lsa, shundayligicha qoladi. Allohning ilmidan hech kim chetda qolmas, hammaga o'ziga yarasha muomala qilinadi. Ushbu bosqich payg'ambar alayhisalomning quyidagi hadisida keltiriladi. Mo'min kishi dunyoni tark etib, keyingi hayotiga o'tar ekan, quyoshdek yorqin yuzli farishtalar qo'llarida jannatning kafani hamda jannatning xushbo'ylari bilan uning huzuriga kelishadi. Hamda uning ko'zi yetgan masofaga borib o'tirishadi. So'ngra bosh tomoniga o'lim farishtasi kelib shunday deydi: "Ey solih ruh, Robbingning marhamati va rahmati bilan chiq." Shunda ruh osonlik bilan chiqadi va uni ko'radi. Ana shunda boshqa farishtalar darhol ruhni o'lim farishtasining qo'lida bir lahza ham qoldirmay olishadi. So'ngra uni kafan bilan o'rab xushbo'y sepishadi. Ana shu vaqt yer yuzida tengi yo'q bo'lgan eng muattar mushk hidi taraladi. So'ngra ruhni osmonga olib chiqishadi. Yo'lda uchragan farishtalar bu solih ruh kimniki deyishadi. Ruhni olib ketayotgan farishtalar ruhni hayotida chaqirilgan eng yaxshi nomlar bilan maqtaydilar. Osmonga chiqqanlarida esa barcha darvozalar ochiladi. Farishtalar 7-osmongacha o'tib borishar ekan, boshqa farishtalar unga salom berishadi. So'ngra Alloh bu bandamning kitobini illiyunga, ya'ni solihlar bilan yozib qo'ying va uni yerga qaytaring. Insonni tuproqdan yaratdik, uni yana tuproqqa qaytarurmiz. So'ngra ularni yana yerdan qayta chiqarurmiz. Keyin ruh qabriga, ya'ni barzax hayotiga qaytariladi va u yerda Munkar va Nakir nomli ikki farishta so'roq savol uchun kelishadi. Man robbuka? Robbing kim? Robbim Alloh. Unga hayotim davomida ibodat qildim.